Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kecha mana bizni terma jamoamiz Portugaliya bilan o'yin o'tkazdi. Lekin natija biz kutganday bo'lmadi. Bo'lmasa ham juda bir chiroyli o'ynashdi. Yutqizildi. Lekin bu vaqtinchalik mag'lubiyat. Yigitlar, boshingizni egmang. Jahon chempionatida Portugaliya kabi dunyoning eng kuchli terma jamoalaridan biriga qarshi maydonga tushishning o'zi katta yutuq va ulkan tajriba hisoblanadi. Portugaliya futbol tarixida katta natijalarga erishgan. Tarkibida jahon futboli yulduzlari yetishib chiqqan mamlakatdir. Cristiano Ronaldo kabi afsonaviy futbolchilarni dunyoga bergan jamoaga qarshi o'ynash har qanday futbolchi uchun ulkan sharafdir. Ular bilan bir maydonda to'p surish, ularga qarshi kurashish, hujumlarini to'xtatish, ularni aldab o'tish va har bir to'p uchun oxirigacha jang qilish bu haqiqiy jasorat va qahramonlikdir. Bugungi natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston terma jamoasi mamlakatimiz sharafini munosib himoya qildi. Maydonga chiqqan har bir futbolchimiz ortida millionlab muxlislar, butun xalqning duosi va ishonchi turgan edi. Biz haqiqiy gol urdik. Biz kurashdik, biz qo'rqmadik. Gol urdik, garchi hisoblanmagan bo'lsa ham. Bunday chiroyli golni hatto Cristiano Ronaldo ham havas qilardi. Bunday chiroyli gol urishdi. Havas qildi ham. Eng muhimi oldinda yana o'yinlar bor. Hech qachon taslim bo'lmaslik kerak. Katta g'alabalar aynan ishonch, matonat va kurashdan boshlanadi. Har bir uchrashuv yangi imkoniyat, har bir daqiqa o'z tariximizni yozish uchun yangi sahifadir. Futbolchilarimizga murojaat qilamiz. Maydonga g'urur bilan chiqinglar. Oxirigacha kurashinglar. Sizlar nafaqat o'zingiz uchun, balki butun O'zbekiston uchun o'ynayapsizlar. Sizlar jasorat ko'rsatdingizlar, xarakter ko'rsatdingizlar, haqiqiy qahramonlik namunasini namoyon etdingizlar. Bunday kuchli jamoa bilan tengma-teng kurashishning o'zi ham katta natija. Aziz muxlislar, jamoamizni mag'lubiyatiga qaramasdan qo'llab-quvvatlashda davom etaylik. G'alaba kunlari ham, sinov kunlarida ham birga bo'laylik. Chunki haqiqiy muxlis faqat g'alaba paytida emas, qiyin kunlarda ham jamoasi bilan birga bo'ladi. Biz o'kinmaylik, biz kuyinmaylik. Bu katta futbol maktabi, jahon chempionati oldidan qo'lga kiritilgan bebaho tajriba bo'ldi deb qaraylik. Xudo xohlasa shunday yillar keladiki, O'zbekiston futbolchilari jahon yulduzlari bilan tengma-teng raqobatlashadilar. Ularni mag'lub etadi va jahon chempionatlarida munosib o'rinlarni egallaydilar. Ana shu kunlarga ishonamiz. U kunlar mana endi yaqin qoldi. Olg'a O'zbekiston, olg'a milliy terma jamoamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Qo'llab-quvvatlaylik jamoamizni.